Bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bittasi oilaviy ajrimlarni jamiyatda ko'payib borishligi. Chunki jamiyatda tirik yetimlar ko'payishi, beva ayollarning ko'payishligi bu narsa nafaqat o'sha mahalla ahli uchun, balki butun bir jamiyat uchun juda ham bir xatar desak adashmagan bo'lamiz. Eng katta muammo kelin bilan o'sha kuyovni chiqishmasligi, ba'zi holatlarda kelin bilan qaynonani chiqishmasligidir. Agar kelin bilan ahil yashaydigan qaynona bo'lsa, o'sha xonadonda Alloh taolo o'zining nurini, rahmatini yog'dirib turadi. Kelinlar ham o'zini xuddi onalariga xizmat qilgandek qaynonalariga shunday xizmat qilishligi kerak. Bu menga qaynona deb uni xizmatidan qochmaslik kerak. Balki men bugun mana shu turmush o'rtog'imda onalarini duolarini olayinki, ertangi kunda men qaynona bo'lganimda kelinlarimda mana shunday yaxshiliklar qaytsin degan bir o'yni, maqsadni kelinlar o'z oldilariga qo'yishligi talab etiladi. O'sha qaynona bilan kelinni chiqishmasligi eng avvalo diniy tarbiya yo'qligi, islomiy ilmlardan bexabarligi achchiq bo'lsa haqiqat. Shariat ko'rsatmasiga bo'ysunmaslik, inson o'zini fe'lini yaxshi qilmaslik. Bugun mana shu olgan kelinim menga xuddi quldek emas, balki qizdek munosabat o'rnatishligini qaynonalar ham rahmdilligini ko'rsatishligi kerak. Kelinga azor bermasdan, ularga zulm qilmasdan Allohning amrini bajarib qolaversa, o'sha kelinni o'zini qizidek yaxshi bir tarbiyaga olishligi kerak. Achchiq bo'lsa haqiqat, bugungi kunda kelinni sepida ozroq bir kamchilik bo'lsa, to'ydan keyin mashmasha boshlanadi, o'sha kelinga nisbatan qaynonani qovog'i uyiladi. Oiladagi totuvlikka oilani chinagan bir farog'at qasriga aylantirish ko'p holatlarda qaynona va kelinlar o'rtasida paydo bo'layotganlik. Mana shunday bir ixtiloflar, qolaversa kelishmovchiliklar juda jamiyatda ko'p uchrab turadi. Bu ikki yoshni o'zini farzandini baxtini o'ylasa, o'sha kelinni ancha-muncha kamchiliklariga ko'z yumadi, balki qaynona o'sha keliniga shu narsalarni o'rgatadi. Agar kelinni kamchiligini aytib, yuziga solib, uni uyaltiraversa, bu ko'ngilsizlik voqealarda har ikki tomonda ham mana shunday g'illag'ashliklar kelib chiqadi. Ba'zi xonadonlarga kelinga xuddi xizmatkor yoki bo'lmasa qul kabi munosabatda bo'lish o'rganib qolingan. Kuyov u yoqda qolib, uning yaqinlari, hatto qaynilari va qayni singillarini ham mana shu kelinga zulm o'tkazayotganligini biz ko'rib turamiz. Xalq ichiga kiramiz. Falon mahallada mana shunday kelinni ko'chaga chiqaribdi, kelinni kiritmayotgan ekan. Borib o'rganilsa, arzimagan bir sabab bu oila buzilishligiga olib boradigan illat emas. Bechora kelin ba'zi holatlarda homilador bo'lsa, qiyinchilik yoki qo'lida bolasi bilan otasinikiga bora olmaydi. Mana shunday holatlar chiqib qolyapti. Ammo oila a'zolari, ayniqsa qaynonalar shu kelinning bittagina joni bor, ehtimol shuncha odamni xizmatiga ulgurmayotgandir bu bolam. Buning ustiga xonadonimizda bu yangi mehmon bo'lsa, tartiblarni yaxshi bilmasa, bizni fe'limizni, atvorimizni tushunmagan bo'lsa, Xudo xolasa bu narsaga tushunib oladi demasdan, har bir harakati yu har bir qilig'idan nuqson topib o'tirsa o'poq desa, tursa so'poq desa, oqibatda kelin ham bardosh bera olmay qoladi ba'zi holatlarda. Bu narsa katta mojaroga aylanib ketyapti. Ko'pincha ikki yoshli baxtiga ularning ota-onalari ham zomin bo'ladi. Kelin yoshlik qiladi, oilada bo'layotgan arzimas janjallarni onasiga yetkazadi, onasi otasiga aytadi, otasi keladi-yu birdan o'sha quda andalar bilan qiziqqonlik bilan mana shu kelinni olib ketishlik payiga tushib qoladi. Er-xotinning turmushiga har bir mayda-chuyda xususida narsalarga aralashib ketaversa, kelinning otasi, kelinning qiliqlaridan, ishlaridan xato topaversa, kuyovning onasi, bu qanday oila mustahkam bo'ladi?
insonning eng yaxshi fazilatlaridan biri jamiyatda bir-birini kechira olishidir. Keling, er-xotin urushyapti. Keling, qaynona urushyapti. Qaysi biri birinchi kechirim so'rash kerak? Qaysi biri Allohdan ko'proq qo'rqsa, o'sha kechirim so'rash kerak.